Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Donald Trump Eron muzokara olib borishni istayotganini va u bunga rozi bo'lganini aytdi. AQSh rahbari bu haqida Atlantic nashriga bergan intervyusida aytdi. Eron buni oldinroq qilish kerak edi. Ular juda oson va samarali bo'lgan ishni oldinroq bajarishlari lozim edi. Ular juda uzoqqa tushdi. Eron biz bilan ancha avval kelishuvga erishishi mumkin edi, ammo ular haddan tashqari ayyorlik qilishdi, deya fikr bildirdi Oq uy rahbari. Eron rahbariyatidagi ko'pchilik halok bo'ldi. Biz muzokara olib borgan ayrim odamlar endi yo'q, chunki biz juda katta zarbani amalga oshirdik, deya qo'shimcha qildi AQSh rahbari. Trump Eron haqida yana shunday dedi: Hozirgina menga xabar berishlaricha, biz Eronning 9 ta dengiz kemasini yo'q qildik va cho'ktirdik. Ularning ba'zilari nisbatan katta va muhim edi. Eron 2 hafta ichida yadroviy qurolga ega bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun AQSh unga hujum qildi, dedi Donald Trump. Hech kim AQSh erishgan muvaffaqiyatga ishona olmayapti. Biz Eronning 48 nafar yetakchisini bir zarb bilan yo'q qildik. Donald Trump shuningdek Eronga qarshi harbiy amaliyot belgilangan jadvaldan oldinda ketayotganini ta'kidladi. Men hech narsadan xavotir olmayapman. Neft narxining oshishi meni tashvishga solmayapti. Men shunchaki o'zim to'g'ri deb bilgan ishni qilaman. Oxir-oqibat hammasi yaxshi bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Trump. Eron rahbari Masud Pezeshkian AQSh va Isroilning hujumlari boshlangandan beri birinchi marta xalqqa murojaat qildi. Eron davlat televideniyasi orqali efirga uzatilgan video murojaatda Pezeshkian Eron armiyasi AQSh va Isroil hujumlariga javob qaytarishda davom etishini aytdi. Oliy rahbar Oyatulloh Ali-Xomaniy Isroil hamda AQSh hujumi oqibatida halok bo'lgani sababli uning vakolatlarini muvaqqat kengash amalga oshiradi. Biz Oyatulloh Xomaniyning ishlarini davom ettiramiz. Eron o'z dushmanlarini umidsizlikka tushirib, ularning bazalari va harbiy imkoniyatlarini yo'q qiladi. Bizning yetakchimiz AQSh Isroil yovuzlik ittifoq qo'li bilan o'ldirildi. Men Eron xalqiga chuqur hamdardlik bildiraman. Biz dushmanlarimiz rejalariga qarshi birlashishimiz kerak, dedi Eron rahbari. Vladimir Putin Xomaniyning o'limi munosabati bilan Eron rahbari Masud Pezeshkianga hamdardlik bildirdi. Kreml Rossiya rahbari bu holatni xalqaro huquqning barcha me'yorlarini buzgan holda sodir ettirgan qotillik deb atadi, deyiladi Rossiya rahbarining matbuot xizmati bayonotida. Hindistonda AQSh va Isroilning Eronga hujumiga qarshi namoyishlar boshlandi. Namoyishchilarning bir qismi o'ldirilgan Oyatulloh Ali-Xomaniyning portretini ko'tarib olgan. Eron Hormuz bo'g'ozi neft tankerlari harakati uchun ochiq ekanligini e'lon qildi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi, shuningdek, mintaqadagi AQSh harbiylari va ularning texnikasi Tehron uchun qonuniy nishonlar ekanligini qo'shimcha qildi. Saudiya Arabistoni va Isroil Trumpni Eronga hujum qilishga undagan. Washington Post nashrining vaziyatdan xabardor manbalariga ko'ra, Isroil va Saudiya Arabistonining bir necha haftalik lobbi harakatlaridan so'ng AQSh rahbari Donald Trump Eronga qarshi yirik harbiy kampaniyani boshlagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronga zarbalar berishga ochiqchasiga chaqirgan. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud omma oldida diplomatik harakatlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-da, shaxsiy qo'ng'iroqlarda Trumpni Eronga hujumga undagan, deya yozmoqda Washington Post. Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchining ta'kidlashicha, Eronning oliy rahbari bir yoki 2 kun ichida saylanishi mumkin.
Biz AQSh hududiga zarba bera olmaymiz. Shuning uchun ularning mintaqadagi bazalariga hujum qilamiz, dedi Eron tashqi ishlar vaziri. Biz Fors ko'rfazdagi birodarlarimizga, qo'shnilarimizga hujum qilmaymiz. Biz Amerika nishonlariga hujum qilamiz. Bu aniq, dedi aroqchi. Afg'onistonda toliblar Eron bilan chegarada Oyatulloh Ali Xomaniy shahid bo'lgani munosabati bilan milliy bayroq bilan bir qatorda qora bayroq ko'tardi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi ma'lum qilishicha, AQShning Avram Lincoln samolyot tashuvchisiga 4 ta ballistik raketa bilan hujum qilingan. Hujum natijasi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Saudiya armiyasiga Eron hujumlariga javob berishga ruxsat berdi. CNN. AQSh markaziy qo'mondonligi Eronga qarshi zarbalarda B-2 bombardimon samolyotlaridan foydalanganini tasdiqladi. AQSh Tehronga qarshi olib borayotgan amaliyot doirasida Eronga zarba berish uchun 4 ta B-2 bombardimon samolyotni jalb qilgan. B-2 bombardimonchilari Qo'shma Shtatlardan Eronga borib, yana ortga qaytgan va Erondagi ballistik raketalar joylashgan yerosti obyektlariga o'nlab 900 kilogramli bombalarni tashlagan. Trampga qarshi bo'lgan Kentukki shtatidan respublikachi kongressmen Tomas Massi dunyoning narigi tarafida joylashgan mamlakatni bombardimon qilish Epstein materiallarining yo'q bo'lib ketishiga olib kelmaydi, deb ma'lum qildi u. Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyev Eron xalqiga hamdardlik bildirdi. Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyev Eron oliy rahbari Ali Xomaniy vafoti munosabati bilan Eron rahbari Masud Pezeshkianga maktub yo'lladi. Xomaniyning fojiali vafoti haqidagi xabarlar bizni qattiq qayg'uga soldi. Ushbu og'ir judolik munosabati bilan sizga, marhumning oila a'zolariga va do'st Eron xalqiga o'zimizning chuqur hamdardligimizni bildiramiz. Sabr va matonat tilaymiz, deyiladi maktub matnida. Shimoliy Koreya AQShning Eronga qarshi zarbalarini qoralab, ularni Eronning milliy suvereniteti va hududiy huquqlarining buzilishi deb atadi. Siz kutgan yordam yetib keldi. Netanyahu eronliklarga fors tilida murojaat qildi. Isroil bosh vaziri Eron xalqiga murojaat qilib, fors tilida sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan xabarni e'lon qildi. Unda Isroil tez orada Eron rejimi bilan bog'liq minglab nishonlarga zarba berishini aytdi va fuqarolarni bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka, ko'chalarga chiqishga hamda terror rejimini ag'darishga chaqirdi. Siz kutgan yordam yetib keldi, deb so'zini yakunladi u. Larijoniy bugun AQSh va Isroilga misli ko'rilmagan zarbalar berilishini aytdi. Kecha Eron AQSh va Isroilga raketalar otdi va bu ularga ziyon yetkazdi. Bugun biz ularga ilgari hech qachon boshidan kechirmagan kuch bilan zarba beramiz, dedi Eron Milliy xavfsizlik kengashi kotibi. Kamala Harris Kongressni Trampga qarshi zudlik bilan chora ko'rishga chaqirdi. Donald Tramp bizni Amerika xalqi xohlamayotgan urushga tortdi. Kongress zudlik bilan chora ko'rishi, harakat qilish shart, deb ta'kidladi u. U o'z orzusiga erishdi. Eron armiyasi qo'mondoni Xomaniyning avvaldan shahid bo'lish orzusi bor bo'lganini aytdi. Xususiy uchrashuvlarda aziz rahbarimizning shahidlikka bo'lgan ishtiyoqiga ko'p bor guvoh bo'lganman. U o'z orzusiga erishdi, dedi general Xatami.